ism, yo'q xotira, faqat beparvo yetimlarcha dardlar. Kimni aybi u, kimni aybi u, kimni gunohi, kimni gunohi u, kimni aybi u, kimni aybi u, kimni gunohi, kimni gunohi u. Tashlandi, 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 hey tashlandi, tashlandi, tashlandi. U ko'rdi hayotni, ammo ko'rmadi ota-ona mehrini. Tengdoshlariga qarab orzu xabar, dardi ichida hech kimga ko'rsatmas. Nasibga na sog'inch, na mehr, bu hayotda nima qilsam ekanman. Nasibga na sog'inch, na mehr, umrim zulmat bo'lib o'tib ketar ekanman. Yuragi tosh, qat'iyan hamma narsaga berar bardosh. Bo'yin egmas hech kimga, maqsad qo'ysa dam hammaga. Bil bu bolani fe'li o'zgacha, shamol kabi esadi bu yonga. Qaysi savol qiynar ekan uni? Bunga faqat bitta javob. O'sha ham bo'lsa nega hayot bunaqa xarob? Darbadar bo'ldi, ochlikka-yu tashnalikka chidadi. Kim uchun, nima uchun, qaysi gunohlari uchun? O'lim ko'ziga tik qaradi, olg'a bordi, endi hech qaytmas orqaga. Kimni aybi u, kimni aybi u, kimni gunohi, kimni gunohi u, kimni aybi u, kimni aybi u, kimni gunohi, kimni gunohi u.